har safar qaysidir do'konga kiyib borganimda so'rashadi doim qayerdan oldingiz dvoykangiz deb o'rtoqlim. Juda ham chiroyli dvoyka. O'zimga shunaqa yoqqan, bitta kiyishimda yoqqan va sevib qolib shunda olganman-da. Sizga ham yoqqan bo'lsa olib olinglar. Men yoqqanli variantini olganman. Buni kapishonli varianti ham bor. Men o'zi kapishonli dvoykalarni juda ham yaxshi ko'raman, lekin ko'p bo'lganligi uchun yoqqanlisidan olganman. Sizlar xohlasanglar mana kapishonli variantlari bor-da. Maza qilib olsanglar bo'ladi. Hozir men buni rasvetkalari bilan sizlarga tanishtirib chiqaman. Xitoy dvoykasi qizlar, sifati juda ham zo'r. Kapshonkali bo'larimiz mana rasvetkalari bahorda maza qilib kiyasizlar. Bunisining fasoni sal boshqacharoq ekan mana. Qaranglar. Xohlasanglar bunaqa yoqqali variantlari bor. Juda ham chiroyli dvoychka.